Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani Turg'un Ahmedov nomidagi mahallada O'zbekiston xalq shoiri To'ra Sulaymon uy-muzeyi bor. Muzey hovlisiga kirar ekansiz, viqor bilan qad rostlab turgan To'ra Sulaymonning haykali sizni qarshilab, "Xush kelding" deya chorlayotgandek ajib taassurot beradi. Shoir yashab ijod etgan xonadonda bo'lib, qalam sohibining ikkinchi umri boshlanganligini his etasiz. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 9-iyundagi O'zbekiston xalq shoiri To'ra Sulaymon uy-muzeyi tashkil etish to'g'risidagi qaroriga muvofiq shoir umr guzaronlik qilgan xonadonda muhtasham qadamjo shoirning uy muzeyi 2 yil muqaddam qad ko'tardi. Bejiz To'ra Sulaymonni quyoshga intilgan shoir deya ta'riflashmaydi. Uzoq nuqtaga boqib turgan siymo haykalda chindan ham shoirning tabiati, surati va siyrati aks ettirilgan bo'lib, davlat miqyosida e'tibor topgan ijodkorning umr yo'li yoshlar uchun ham ibrat maktabidir. Sirdaryo o'g'loni yashab o'tgan xonadonga respublikamizdagi atoqli ijodkorlar, olimlar juda ko'p bor tashrif buyurgan. Shoir ijodiy kechalarga mezbonlik qilgan bo'lsa, bugun ham bu hovlida uy muzeyida adabiy uchrashuvlar, ijodiy kechalar tashkil etiladi. To'ra Sulaymonning o'zbek tiliga, bugun o'zbek adabiyatiga qo'shgan hissasi beqiyos. Chunki u kishining o'zbek adabiyotida unutilayotgan va kam qo'llanilgan juda ham ko'p xalq og'zaki ijodda mavjud bo'lgan iboralarni she'riyatga olib kirdi, adabiyotga olib kirdi. Shuning uchun men bir olim sifatida To'ra Sulaymon haqida 50 dan ortiq maqola yozgan bo'lsam, 10 ta kitob chiqargan bo'lsam, insonlar qanday bo'lish kerakligini To'ra Sulaymon o'z asarlarida, dostonlarida aytib o'tgan. To'ra Sulaymonning Gulshan, Al-Hazar, Gulbiryon, Chaman biryon, Jahon gashta, Qora ko'zginam kabi kitoblari bugun kutubxonalarda, o'quv muassasalarida o'rganilmoqda. Bir necha minglab xonadonlarda shoir muxlislarining, adabiyotsevarlarning qo'lidan qo'liga o'tib o'qilmoqda. To'ra Sulaymon uy muzeyida ijodkorning nodir kitoblaridan tortib qo'lyozma asarlari, ijodkorning buyumlari saqlanadi. Eksponatlar To'ra Sulaymonning butun bir hayotini ifodalaydi. Eng ahamiyatlisi shoirning qizi Yulduz Begaliyeva mazkur muzeyga rahbarlik qiladi. Muzeyga tashrif buyuruvchilar, o'quvchilar esa eng chiroyli xotiralarni Yulduz opadan tinglaydilar. Bundan 2 yil oldin muzey tantanali ravishda ochilgan bo'lsa, mana bu yil 2026-yilda yanvar oyidan boshlab biz rasman ish boshladik. Fondimizda 1208 ta eksponatlarimiz saqlanadi. Bular hammasi otamga tegishli bo'lgan ashyolar. Qo'lyozmalari, buyumlari, o'zining kitoblari, hatto ruchkalarigacha saqlanib qolgan. Chindan ham shoirning she'rlari odamni uyg'oqlikka chorlaydi. O'lmas satrlarda da'vatkor ruh bor.